9. ders. Z, sı, sı. 9. dersdə biz şıngmu Z, sı, sı. larni öğrenimiz. Bu şıngmularni telaffuz qilganda til uchini tekşi qilamiz. Avval şıngmu z bilan bir бүтін o'qiladigan bo'g'im z ni o'rganaylik. Rasmda muallimning doskaga xat yozayotgan ko'rinishi sızilgan bo'lib, xat yozmoqni xanzocha xiezi deb telaffuz qilamiz. Xiezi deki z ni yenik ham qisqa ohangda o'qisak, bu dal shingmu z ning talaffuzi bo'ladi. Qani, men aytib o'qinglar. Z shingmu z ning kayniga i ni yozsak, bu bir бүтін o'qiladigan bo'g'im z bo'ladi. Bir бүтін o'qiladigan bo'g'im aslidilla bir bo'g'im bo'lg'achqa 4 tun bo'yicha o'qishqa bo'ladi. Biz shingmu z ni qattiq ham so'zibroq o'qisak, bu z ning talaffuzi bo'ladi. Shingmu z bilan tahyunmu a ni qo'shib o'qiylik. Za. Tuanda biz shingmu s bilan bir бүтін o'qiladigan bo'g'im s ni o'rganamiz. Ikkinchi parcha rasmda bir dona mixni o'zi chaplab olgan bir magnit chizilgan bo'lib, magnitni xanzocha Citiye. deb o'qiymiz. Biz citiye deki s ni yenik ham qisqa o'qisak, bu shingmu C, ning telaffuz qilinishi bo'ladi. Qani, men aytib o'qinglar. C, Bir бүтін o'qiladigan bo'g'im z ga o'xshash shingmu s ning kayniga i ni qo'shib qattiq ham so'zibroq telaffuz qilsak, bu bir бүтін o'qiladigan bo'g'im s ning talaffuzi bo'ldi. Qani, men aytib o'qinglar. S. Oxirda biz shingmu s bilan bir бүтін o'qiladigan bo'g'im s ni o'rganamiz. Üçüncü parça rasmda pil qurt chizilgan bo'lib, biz s ni yenik ham qisqa o'qisak, bu shingmu s ning talaffuzi bo'ladi. Shingmu s ning kayniga i ni ulab o'qisak, bu bir бүтін o'qiladigan bo'g'im s bo'ladi. Qani, men aytib o'qinglar. S. Kichik do'stlar, qaranglar, shingmu s 8 degan songa nima degan o'xshagan, ha? Qani, men aytib shingmu s bilan tahyunmu a ni qo'shib o'qiylik. Sa. shingmu zga tahyunmu u qo'shilganda zu, 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 zu. Shingmu sga tahyunmu u qo'shilganda su, 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 su. Shingmu sga tahyunmu u qo'shilganda su, 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 su. Shingmu zga tahyunmu ı qo'shilganda z, 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 z. Shingmu sga tahyunmu ı qo'shilganda c, 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 c. Shingmu sga tahyunmu ı qo'shilganda s, 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 s. Mustaqil o'qiladigan bo'g'imlardan jami 16si bo'lib, biz bu darsda 3 ni o'rganib o'tdik. Endi bu darsda o'rganganlarimizni qayta mashq qilib boqaylik. Z, 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 z. C, 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 c. S, 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 s. 차, çay,
锻炼 chiniqish牙齿 tish做梦 tush ko'rmak 大海 dengiz 本子 daftar 树 daraxt 复习 dars takrorlamoq 医生 doktor